Ikki yurak bitta bo'lgan tun. Bu tun faqat ikkimizniki. Derazadan shu'lalar beun yoritadi kulguchingizni. Ado qilar meni muhabbat. Qanday go'zal bu olam, hayot. Bizga qarab jilmalar mamnun. Devordagi naqshinkor soat. Ko'zlaringiz qiriga maftun. Ado qilar meni muhabbat. Boshdan o'tdi ne savdolar. Joizmikin eslamoq bugun. Guldondagi noz adolar. Qarang, sizga faqat siz uchun ado qilar meni muhabbat. Oy to'libdi oynakdan boqar. Taraladi ilohiy ohang. Zulfingizga ko'zmunchoq taqar. O'tmayoq qo'ysin bugun tong. Ado qilar meni muhabbat. Ikki yurak bitta bo'lgan tun. Bu tun faqat ikkimizniki. Azim Suyun. Azim Suyun 1948-yil 22 fevralda Samarqand viloyati Naqo'rt qishlog'ida tug'ilgan. Bu ovloq qishloq Nurota tog'larining Qoratog' tizmasi orasida joylashgan. U 1970-1971 harbiy xizmatda bo'ldi. Xizmatdan qaytgach, Toshtu, hozirgi O'zbekiston Milliy universitetining jurnalistika fakultetini kechki bo'limida o'qigan. Azim Suyunning ilk she'riy mashqlari, maqolalari o'quvchilik yillaridayoq Gulxan, G'unsha jurnallarida, Tuman, viloyat gazetlarida yoritila boshladi. Birinchi kitobi Mening osmonim 1978-yilda yozilgan. Shundan so'ng shoirning Zarb, Zamin taqdiri, Xayolot, Ziyo yo'li, Javzo, Olis tog'lar, Kuyganim suyganim, Sarbadorlar, Qora ko'zing sening, Saylanma, O'zlik, Sharq hikmati, Ey do'st she'riy qayirmalar, Vatan fasllari, Muhabbat hayratlari, Andiz o'sgan yerlarda, Ey do'st nasriy qayirmalar, Navoiydan topdim. Men yerlikman she'rlar va doston to'plami nomli kitoblar nashr etildi. Shuningdek, shoirning 7 jildlik tanlangan asarlari G'afur G'ulom nomidagi nashriyot manbai ijodiga chop etilmoqda. Ularning birinchi jildi Ey do'st, ikkinchi jildi O'zbek yurt, uchinchi jildi Men sizni sevaman, to'rtinchi jildi Tug'dona. 2020-yillarda kitobxonlar qo'liga yetib borgan. Azim Suyunning bir qancha she'rlari, she'riy turkumlari, kitoblari rus, ingliz, turk, qozoq, tojik kabi o'nlab tillarga tarjima qilingan. O'z navbatida uning o'zi ham bir qancha chet el shoirlarining asarlarini o'zbek tiliga o'qirgan. Azim Suyun qayirma janriga asos soldi. Uning she'riy va nasriy qayirmalaridan iborat Ey do'st kitobi ma'lum va mashhur bo'lib, bir necha bor chop etilgan. Shuningdek, shoir ijodida imorat va yoki bir tomchi dengizga aylangan kecha dostoni, Zamin taqdiri, Sarbadorlar dramatik dostoni, O'zbekiston dostoni alohida ahamiyatga egadir. Uning O'zbek davlati dostoni esa mustaqillik mavzusidagi yetuk asarlardan biridir. Shoir 1991-yili O'zbekiston dostoni va bir turkum she'rlari uchun Abdulhamid Cho'lpon nomidagi birinchi xalqaro mukofotga sazovor bo'lgan. 1996-yili esa O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi unvoni bilan mukofotlangan. Azim Suyun 2022-yilning 9-mart kuni vafot etgan.